Sizlarga bugun Kiril va lotin yozuvi haqida ma'lumot bermoqchiman. 1929-yilda arab yozuvidan lotin yozuviga o'tilgan. 1940-yilda esa lotin yozuvidan Kiril yozuviga o'tildi. 1993-yilda yana Kiril yozuvidan lotin yozuviga qaytildi. Oradan 33 yil vaqt o'tdi. Shu davr mobaynida keksa avlodning katta qismi lotin yozuvini o'zlashtira olmadi. Harakat qilishmadi. Odamlar boshqa tillarni o'rganishyapti. Yoshi katta bo'lgan paytda ham boshqa tillarni rus, ingliz, nemis, arab, ispan tillarini, xitoy, koreys tillarini o'rganishyapti, lekin nimagadir ko'pchilik lotin yozuvini o'zlashtira olishmadi. Hayron qolaman. Endi menga keladigan bo'lsak, men lotin yozuvini ham, Kiril yozuvini ham maqtanib qo'yay, mukammal bilaman. Lotin yozuvidagi kitobni qarab turib, undan qo'lyozma holatda Kirilga, Kiril yozuvidagi kitobni qarab turib, lotin yozuviga o'girib bemalol yoza olaman. Ba'zan o'zim ham bilmay qolaman, qaysi kitobni o'qiyapman. Lotin yozuvidagi nima yoki Kiril yozuvidagi nima? Inson degani mana shunday bo'lishi kerak. Endi ba'zan menga e'tiroz bildirishadi, lotin yozuvida yozing deb. Men Kiril yozuvida ham yozaman, lotin yozuvida ham yozaman. Shu postlarimda faqat bir narsani, bugun sizlarga bir sirni aytib o'tmoqchiman. Agar Kiril yozuvida yozgan odam fikrlari menga ma'qul kelgan bo'lsa, unga Kiril yozuvida javob qaytaraman. Mabodo ma'qul kelmaydigan bo'lsa, Kiril yozuvidagi yozuvga lotin yozuvida javob qaytaraman. Agar lotin yozuvidagi fikrlar ma'qul keladigan bo'lsa, lotin yozuvida javob qaytaraman. Mabodo yoqmay qoladigan bo'lsa, o'sha lotin yozuvidagi komment deymizmi, o'sha salbiy fikrlarga lotin yozuvida emas, balki Kiril yozuvida javob qaytaraman. Kiril yozuvi bilan lotin yozuvi men uchun antonim hisoblanadi. Ana shuni bilib olsanglar yaxshi bo'lar edi. Men so'kinib, boshqa qilib, yomon gaplarni gapirib yozib o'tirmayman-da, faqat o'sha yozuvga qarshi boshqa yozuvdan foydalanaman. Shundan bilib olasizlar, sizlarning fikringiz menga ma'qul keldimi yoki ma'qul kelmadimi? Shuning uchun yozuvlarni yaxshi o'rganishimiz kerak, bexato yozishni ham yaxshi bilib olishimiz kerak. Endi Kiril yozuvida yozadiganlar juda ko'pida o'q, gh, h, yo harflari yo'q. Ba'zan so'kinishga o'xshab qolyapti ana shu yo'qligi oqibatida. Shuning uchun ularga aytamiz, Play Marketdan Kiril o'zbek ilovasi bor. Mana shuni yuklab olinglar. Yuklab olganinglardan so'ng o'q, gh, h, yo harflari paydo bo'ladi. Bemalol chiroyli qilib yoza olasiz.